Marhamat. Operatsiyamiz mahalliy og'riqsizlantirishda bo'ladi. Taxminan 2 soatcha davom etadi. 2 soatdan keyin yana 1 soatcha taxminan klinikada turasiz. Keyin qaytib ketasizmi yoki qolasizmi Toshkentda? Qaytib ketasizlar. Yo'lda uzoq yo'lga ketadigan bo'lsangiz, ehtiyot bo'lib, mashinada sal orqasini spinkani tushirib, sekin ketsangiz bo'ladi. Faqat 7 kundan keyin choklarni olishga kelish kerak bo'ladi. Bitishi oson bo'ladimi? Bitishi oson bo'ladi agar o'sha ungacha bo'lgan miqdorda pasaytirib turilsa. Sizni holatingizda masalan olib tashamaymiz. Bu rejalarni olib tashashadi-ku. Bu yerda iz bor-ku, mana bu iz. Skladka bo'lib qolgan mana bu tagida. O'sha yerga yo'yamiz. Va ortiqcha teri juda ham ko'p emas, ozgina bor, pastki qovog'ingizni tekislashtirilishga yo'naltirilgan operatsiya. Bu qilsak bo'ladi. Buni sizda ko'rsatma bor 100%lik. Yuqori qovoqlaringizga qaraydigan bo'lsak, tibbiy ko'rsatma yo'q, faqat estetik ko'rsatma bilan operatsiya qilishimiz mumkin. Ya'ni operatsiyadan keyin qovoqlarimiz ko'rinishi taxminan mana shunaqa holatda bo'ladi. Ya'ni o'zingizning tabiiy skladkangiz bor, lateralniy ugllaringiz sal ko'proq tushib qolgan. Ularni olsak, mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Qilib bersiz, onamni ham olib keling. Xudo xohlasa. Orqamdagi qizlar bor. Обязательно. Hozir razrezlari kaltaroq tabiiy bo'lsin dedingiz, bitta momentini aytishim kerak. Bu lateralniy uglda, ya'ni bu tomon uglida sizda ko'zingizda ortiqcha terilar sal ko'proq osilgan, bu yerga qaraganda. Endi bu yerdagi terini ko'proq olib tashlashimiz uchun biza razrezimizni sal mana bu skladkani o'zi bilan emas, skladkadan chiqarib sal uzunroq qilishimizga to'g'ri keladi, mana bu terini olish uchun.